Bu juda katta global muammo. Tibbiy, siyosiy, ijtimoiy muammo. Ayollar kamayishi. Ayollar kamayishi. Misol Xitoyda bilasizki 2015-yilgacha bir oila bir farzand dasturi. Mana hozir Xitoy hukumati o'zi qilgan xatosini o'zi tan olib turib, endi ikkinchi farzandga ruxsat berdi. Lekin shunda ham kamayib ketyapti deysiz. Kamayyapti. Hindiston o'tib ketdi hozir. Taxminan 24 millionmi, 30 millionmi farqi bor Xitoyga qo'shib. O'zi antropologiyada shunaqa tushuncha bor. Endi qo'pol eshitilsa ham ayol almashuv deyishadi. Chunki ayollar kelajakni, naslini ta'minlovchi insonlar, ya'ni ularsiz buni imkoniyati yo'q. Shuning uchun ayol o'zi qadimdan qadrlangan shu nuqtai nazarda, ya'ni muhim bir resurs deb qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, shunaqa juda bir ahamiyatli resurs deb qadrlanganda, ularni almashish tizimida aslida qudachilik, to'y, ma'raka degan narsa shuni atrofida paydo bo'lgan.